Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan Gazablok seximizdan video joylayapmiz Gazablok kanalimizga. Bugun 21-mart, hammalarni Navro'z bilan tabriklaymiz, juma ayyomi bilan tabriklaymiz. Umringlar uzoq bo'lsin, bunaqa yaxshi kunlarni ko'pini ko'rish hammalarga tilab qolamiz. Xo'p, Gazablok seximizdan video joylayapmiz. Kecha chiqqan gazabloklarimiz bular bugun chiqqan gazabloklarimiz. 20 ga 30-60 bo'lgan razmerdagi gazabloklar. Uchchanlari zo'r, o'lchamlari joyida. Hammasi bemalol kelib ko'raman desanglar, metr qo'yib o'lchab bera olamiz. Qonunlari chiqib qolmagan, tekisligi xohlagan gazablok ko'rsatib bera olamiz. Ichkarida mana seximizda kesish jarayoni boshlangan. Bular hali tayyor bo'lmagan, shuning uchun usti ochilmagan. Bular mana tayyor bo'lgan holatda kesilyapti. Ustini tashaladi. Mana yangi holatda tayyor bo'lyapti bular. Ustiga chiqsa ham bo'laveradigan holatda. Yangi hozir ochilgan gazablok. Ustiga chiqsa ham bo'laveradi. Qattiqligi joyida zo'r. Ustiga chiqdim 90 kg vес bilan. Sexda ish qizg'in qiziyapti. Kimga gazablok kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasiz. Sex ko'zida 15,5 mingdan. Sexni o'zida. Vodiy bo'ylab dastavka yetkazib berish 17 ming so'mdan bo'lyapti. 17 mingdan vodiyga pulni yetkazib beryapmiz. 16,5 mingda sement hamma narsa ochgan hisobiga 5 so'm qo'shilib qoldi. Shuning uchun 16,5 mingga ko'p deb ko'pchiliklar aytishyapti. Sementlar oshib qoldi. Hamma narsa oshdi, o'shanda hisobiga 5 so'm qo'shilib qoldi.